Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Yangiyo'l tuman axborot kutubxona markazi sizlarning e'tiboringizga William Shekspir hayoti va ijodiga bag'ishlangan videorolikni e'tiboringizga havola etadi. William Shekspir 1564-yilning 23-aprelida Angliyaning Stretford shahrida dunyoga kelgan. U ingliz dramaturgi, shoir va aktyor, dunyoning eng mashhur dramaturglaridan biridir. U 17 ta komediya, 10 ta xronika, 11 ta fojia, 5 ta poema va 154 ta sonetdan iborat silkning muallifidir. Uning otasi shahardagi obro'li hunarmandlardan biri bo'lib, hatto bir marta shahar meri lavozimiga ham saylangan. William 18 yoshda davlatmand qo'shnisining qiziga uylanadi. Uning oilasida 3 ta qiz dunyoga kelgan. Taxminan 1587-yilda William Shekspir Londonga ko'chib boradi va 1593-yilda James Burbage teatrida aktyor, rejissyor va dramaturg sifatida xizmat qilishni boshlaydi. Umri davomida jami 37 ta pyesa yozgan. Shekspir ijodi 3 davrga bo'linadi. Birinchi davrida yozilgan asarlari rang-barang, quvnoq komediyalardan iboratdir. Xuddi shu davrda u ingliz tarixidan olingan Richard uch, Richard ikki qismdan iborat Genrix Tor tarixiy pyesalarini, Romeo va Julietta hamda Yuliy Sezar singari fojialarni yaratadi. Shekspir ijodining ikkinchi davri 1601-1608 yillarga to'g'ri keladi. Bu davrda buyuk dramaturg ijodining shoh asarlari sifatida tan olingan Hamlet, Otello, Qirol Lir, Makbet, Antoni va Kleopatra, Karolina kabi asarlari dunyo yuzini ko'radi. Adibning ijodining 3-davri 1609-1612 yillarni o'z ichiga oladi. Bu davrda u tragikomediyalar yozadi. Simbelin, Qish ertagi, Bo'ron. Umrining so'nggi yillarida William Shekspir Londonni tark etib, ona shahriga qaytadi va 1616-yilda aynan tug'ilgan kuni 23-aprelda vafot etadi. E'tiboringiz uchun rahmat.